Rassrochka ochildi. Yo bo'ldi chuchoratmen degan xabarlarni o'qiyapsizlar. Hozir hammasiga nuqta qo'yish maqsadida aniq rassrochka ochilgani, qanaqa shartlar bo'lyapti, kimlarga berilyapti, qanaqa shartlarda berilyapti, hammasiga ichkarida rasmiy xodimning o'zlaridan aniqlik kiritamiz. Do'g'ri ochilmadi deyotganlar mana shuncha odam nimaga keldi? Faqatgina Drivers Village'da hozir do'g'ri ochildi. Buni tasdiqlash maqsadida Abdulaziz akaga yuzlanamiz. Aka, o'zingiz bitta Assalomu alaykum aziz xalqim. Har xil fake xabarlarga ishonib qolmanglar. Mana bugundan boshlab Sergelidagi Drivers Village avtosalonida foizsiz Tracker va Onyx ga rassrochkamiz ochildi. O'shanda qanaqa shart bilan berilyapti aka? Xo'p, 50% oldindan boshlang'ich to'lov qilinadi, qolgani 30 oyga qilib beramiz. Hop, 50% boshlang'ich to'lov deyapsiz. Qanaqa narxlari misol uchun 50%? Bizda mashinalarning turi, pozitsiyalari juda ham ko'p. Rasmini qo'yib ko'ramiz. Bemalol tanishib chiqsanglar bo'ladi. Screenshot qilib, bemalol tanishib chiqsanglar manfaatli bo'ladi. Keyin aka, oxirgi savol, onlayn ham do'g'ri beriladimi bu yerda yo qanaqa? Sergelida joylashgan Drivers Village avtosalonimizga tashrif buyurib, ushbu buxgalterlarimiz oldiga yuzlanib, keyin shartnoma olishingiz mumkin. Demak, to'liq ma'lumotlar bilan tanishib chiqiladi. Agar beriladigan o'sha shartlarga mos kelsa, beriladi. Shunaqa. Agar sizlar mana shunaqa foizsiz rassrochkadan foydalanib, Tracker yoki Onyx oladigan bo'lsanglar, koordinator kelsanglar sizlarga chexol ham bor, naketka ham bor, polik ham bor va o'rnatib berish mutlaqo bepul. Okay, rasmiy xabarni tasdiqlab berganingiz uchun rahmat. Bizda davom etinglar. Bizda mana shunaqa tezkor yangiliklar oldinda.